Okey, lakachi shu yerda ko'rsating, shu yerga keldim. Biz постоянно sizlar mana shunaqasizlar. Joyda ko'rsatgan joyga kelmaysizlar. Atay qilmadimi o'sha yerda? Shoshtirga haydang bo'pti. Voy, nima bo'ldi endi? Nima bo'ldi yana? Balonim qo'yib shekilli. Aka menga qarang, o'z vashchani lanj ekansiz, shu sohadamiz, baloningizga qarab yurmaysizmi? Shoshib turibman o'zi. Men o'shang. Bo'ladi sizga mana shu ham. Qarab yurmaysizmi aka shu sohada bo'lganingizdan keyin? Shoshib turganda Rostdan ham balon qo'ymasam bo'lmaydi boru. Bu kechda ishlab bo'lmaydi. Ha, onasi? Adasi bolalarni bog'chasiga pul berish kerak edi. Uyda ro'zg'orda hech narsa yo'q. Bo'lmasani tokchaga balonga yiqqan pulim bor, o'shandan ishlatib turgan. Xo'p, adasi. Xo'p. Ha, balonni keyinroq olarman. Xo'p. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Bugun yaxshigina ish bo'ldi. Mana unga go'sht olsam, mana unga bolalarga oyoq kiyim olsam, mana unga bitta yoki ikkita balon olib tursam ham ishim bitib ketardi. Hola bobojon, assalomu alaykum. Alo, bolam, qayerdasan? Bolajonim, men dorilarim tugadi deb olib bera olmaysanmi? Xo'p bo'ladi onajon. Dorilaringiz ham nima yegiz kelyapti? Yegiz kelgan narsani ham olib boraman. Mayli bolajonim, tan joning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Hoziroq boraman, xudo xolasa. Ishim tugab qoldi. Ha, xo'p. Xo'p. Balon olish keyinga qoldi. Hammasi yaxshi bo'lar. Aka, shoshyapman. Tez-tez haydang. Ben yuramiz sekin-sekin. Hozir shtraf otni kallasida bo'lib ketgan hozir. Sekin yurmasa hamma joyda kamera. aksiyasiga yana start berildi. Barsin pulsiz kelasizda, balonlarni shundoq taqib ketasiz. Ustiga pul. Ha, bular hammasi yolg'on, bularga ishonmang. Chaqirib oladi do'konga. Hamma narsani aytaveradi valdirab. Internetga chiqqan hamma narsaga ishonavermang baribir. To'g'ri. Bir so'm pulsiz kim berar ekan uni? Tekinga biron berarmiz, mana balonim teshilib qolay deb yuribmiz. Yuribmiz mana. Birov tekinga narsa berarmidi? Voy. Şey etmey durdu. Nima bo'ldi endi bor? Hozir bitta qarab oling. Aka shoshmayman. Şey etmey turdi. Balon ketib qoldi mana. Hech o'ylab gapiryapsizmi? Men qancha joydan sizni chaqirib qo'yganman. Men boradigan joyim bor meni. Atay qilmayman. O'zi kelib turdi vaqt. Pulam yo'q. Taksiga olib balon qo'ygan. Mana reklamada ko'rsatyapti-yu meni. Borib olsangiz bo'lmaydimi? Ha, bu ham hozir aldayotgan bo'lsangiz. Yuring borib tekshirib ko'ramiz. Men ham siz bilan boraman. Haydang demay. Hozir men zapaskani bilan amallab qo'yay. Kimdir bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshiliklar. Anu jigarda bitta reklama ko'rib qoldim. Shunda pulsiz ham balon taqsa bo'ladimi sizlarda? 004 aksiyasi shundan iboratki, aka, Yallama, Didar, Largo Pro Max va Fortuna shinalarini Askoni barcha do'kondan o'zini narxida 4 oyga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Balon xarid qilganingizdan keyin ustanovka, balansirovka xizmatlari mutlaqo bepul. Undan tashqari har 10,000 kilometrda Askoni barcha do'konlariga kelsangiz, oldi orqa perikitka qilib berishlari ham tekin bo'ladi va yana bitta plyus tomoni, balansirovkalari ko'chadan 50% skidkada bo'ladi keyinchalik perikitga keyin. Bu aksiyamiz 12-iyundan 17-iyulgacha amal qiladi. Askoni barcha do'konlariga tashrif buyurib bemalol xarid qila olsangiz bo'ladi. Ko'rdingizmi, odamlarni aldaydi deysiz. Oldin o'zingiz to'g'rilab oling. Askoga kelsangiz, birinchidan boshlang'ich to'lovsiz ekan, ikkinchidan jarimasiz ekan, uchinchidan peniyasiz ekan. Pasport bilan plastikingizni bersangiz rasmiylashtirib yuboramiz unda, aka. Xo'p, bo'ldi, bo'lmasam hozir olib kelaman. O'rnatib berasizlar-a? Ha, qalisan. Sanitashiya videoni ko'rdingmi? Ha, Askoda aksiya bo'layotgan ekan. Kelib, sen ham balon taqib ketgin. Ana taksi gruppaga ham tashab qo'ygan, boshqalar ham taqib olsin, bo'pti.